Izlanuvchan ijodkorlarimiz bu safar qaysi manzilga bordi deb o'ylaysiz? Aholimiz ham o'z tomorqalariga mana shunday mo'jazgina, mana shunday kichikgina issiqxonalar qurib, mana shu qulupnay navini ekishlari mumkin. Mana qulupnaylar pishdi, xalqimiz dasturxonga tortiq qilyapmiz. Tinchlik bo'lib tursa hammasi bo'laverar ekan. Harakat bizdan, baraka tepadan. Rivojlangan mamlakatlar aholisi gidroponik yo'li orqali yetishtirilayotgan mahsulotlarni qanchalik qimmatbaho bo'lishiga qaramasdan xarid qilishar ekan, chunki bu tabiiy, toza mahsulot. Harakatda barakat ko'rsatuvini O'zbekiston telekanalida kuzating. Harakatda barakat. Payshanba 10:30 da o'tkazib yubormang. Mustaqilligimizning 35 yilligiga bag'ishlanib, butun respublikadagi mahallalar ijodkorlari orasida o'tkazilgan Yangi O'zbekiston mahalla an'analar insoniy qadriyatlar ko'rik-tanlovi finaliga yo'l olgan eng nafis va serjilo asarlar namoyishi sizni kutmoqda. Ko'rgazma O'zbekiston Badiiy akademiyasi markaziy ko'rgazmalar zalida 1-5 may kunlari o'z ishini olib boradi. Stolga olish kerak. Hamma narsa o'z vaqtida bo'ladi. Qachondir emas, bugun Avobank onlayn mikraqarz 30 kungacha foizlarsiz. Onlayn mikraqarz 60 kungacha jarimalarsiz. Avobank imkoniyatlar hozir va shu yerda. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Axborot 24 dasturi taqdimoti bilan efirda Xulkar Bo'riyev.